Aka, bilaman. Oilangiz katta. Domda tiqilib qoldinglar. Men sizga Gvardeyskiy mahalladan zo'r bir uchastka topib qo'ydim. Qarang, fasadi 21 ga 30 metr. Sotiga 514 deyishyapti. Lokatsiyaga keladigan bo'lsa, lokatsiyamiz Yunusobod 18-kvartal, mo'ljal. 100 metr yursangiz, Oqton machiti, bunaqasi chiqadigan bo'lsangiz, Sayran bozori, Gvardeyskiy bozorimiz. Hovlimizning ko'rinishi, bu yerda ikkita xona, zal, spalniy, bitta kelinni bemalol tushirsangiz bo'ladi aka. Katta o'g'lingizga bu xonani berasiz. Bu xonaga esa kichkina o'g'lingizga berasiz. Bu yerda yana bitta eshigi bor. Xohlasangiz bu eshikdan kirasiz, xohlasangiz katta eshikdan kirasiz. 4 ta xonani tagida podvali ham bor. Suv, svet, gaz, elektrisi, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Har doimgi gap, o'sha gap, uy egalari bilan gaplashdi. Hozirgi kunda 250 ming dollar so'rayotgan ekanlar, 240 mingga bermagan ekanlar. Talashib, tortishib, siz uchun 235 mingga tushirib qo'ydi.